Kengash. Qanaqa kengash? Eng professional. Har biri aniq yo'nalishga javobgar. Tashkiliy ishlarga husravog'a qaraydi, qurol savdosi Lazziyodan so'raladi, qimorxonalar Tombalaji Mehmetga qarashli, janjalli ishlarni Testari Nejmiy va uni guruhi bajaradi. Albatta, ularning hammasi maxsus ismlar. Samuel Vanuni pul bilan bog'liq va tashqi masalalar bilan shug'ullanadi. Bu esa advokat Nizomiddin Guveych, kengashning huquq ishlariga javobgar. Rasmiy gazetada chiqmasa, o'zi bostiradi. Gazetagi burchakda kim bor? Mehmet Qaraxonli, yana bir ismi Baron. Aloqalari? Juda ozini bilamiz. Tushunib bo'lmaydigan odam. Hududlarga bo'lingan hujra sistemasi bilan ishlaydi. Eng yuqorida kengash bor. Kengashning boshida esa Baron turadi.